Bu bemorimiz 37 yoshdalar va ikkilamchi bepushtlik bilan bizga murojaat qilganlar. Bemorimizda albatta bunaqa holatda oldin tuqqanlarni hisobga olib, nima sababdan endi bo'lmayapti? Chunki turmush o'rtoqlarining urug'i ham yaxshi, ularda ham ovulyatsiya vaqtida bo'ladi, hayz vaqtida keladi, lekin homiladorlik yuzaga kelmayapti. Mavzuga tekshirganimizdan keyin rentgen qildirdik. Bir marta bachadondan tashqari homiladorlik bo'lgan o'ng tarafdan yopiq, mana ko'rib turganingizdek. Bu yoqda mana tikilgan joyi, lekin chap tarafda ham kontrast ketib, mana ikkinchi snimka. Kontrast ketib, uch qismlarda yig'ilib qolish holati kuzatilgan. Ya'ni urug' bilan tuxum hujayra uchrasha olmayotganligini bilib oldik. Bu holatda iloji boricha operatsiya emas, turbalarni ochittirish emas, maksimal darajada agar homiladorlik xohlanayotgan bo'lsa-da, eko muolajasi qilinishi kerak. Nimaga ikkita snimka? Bittasi 5 minutdan keyin olingan bo'lsa, ikkinchisi 10 minutdan keyin olingan, ya'ni to'liq turba. Bilasizmi, birinchi eko bachadon naylari yopiq bo'lgan ayolga tavsiya qilingan. Bundan kelib chiqqan holda bizga murojaat qiladigan bemorlarimiz turbam yopiq ekan, operatsiya qildirsam bo'ladimi deb so'rashadi. Bu holatda biz 3 ta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Birinchisi ayolning yoshi, qancha vaqt bo'lgan turmush qurganiga va turbani qaysi qismidan yopilib qolgan. Chunki turbani 3 ta qismi bor. Eng nozik qismi, ya'ni bachadon bilan turbaga ulanadigan qism, kanal qismi va eng keng qismi, ya'ni tuxumdonni quchoqlab turadigan qismlari. Agar sizda yoshingiz kichkina bo'lsa va turmushingizga hali ko'p yil bo'lmagan bo'lsa, ya'ni 3 yildan kam bo'lsa va turbani uch qismlardan yopiq bo'lsa, ba'zi holatlarda biz bu ayollarga shans beramiz operatsiya qildiring deb. Lekin ko'pincha reproduktolog sifatida turbalar yopiq bo'lgan bemorlarga eko muolajasi bilan homilador bo'lish tavsiya qilinadi.